Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizdağı 2021 yıl 7. ayının 25. günü haftiga yakşembe vatandaş. Vaziyet. Toluk yeşmisi. Xi Jinping Budala Sarayı'nı hüpiyane ziyaret kıldı. Bunu mu iş kılgınıdır? Japonya Qoğdunuş Nazartı Veziri An Shinfu Vietnam'ı ziyaret kılıp ortak tanışık geldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Hindistan'ı ziyaret kılıp ortak tanışık geldi. Bu doğruda yazma haber yok. Hindistan'a yetip bağmadım mı? Yazma haber yok. Bu Tor filmden aldık bunu. Hindistan'ı ziyaret kılıp ortak tanışık geldi. Ağzı kattık Ministeri Wang Yi Barakallah dedi. Dünya Seyyah Teşkilatı'nın Cungo'nun virus menbini yeni bir kıtım xalqaro tekshirishni rad qilishiga zarba berishidan xalqaro vaziyatning o'zgarishiga nazar. Mashang axboroti 7. ayning 23. kuni YouTube eng yangi sun'iy hamroh suratlari Angliya Avtomatika zarbadorlar gruppasi Janubiy dengizga kirdi. 7. ayning 25. günü Twitter bit. Vaziyet ana şu vatandaş endilikte leksiyanın özüge keleyli. Amerika Qo'shma Shtatlarning muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman muhofazatni ta'kidlaydi. To'qinishdan saqlanishni ta'kidlaydi. Mavzuli xabar 7. ayning 25. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Kechiringlar vatandoshlar. Amerikaning nopozliq amaldori mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Wendy Sherman, muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman, Jungo bilan bo'lgan suhbat jarayonida ikki davlat munosabatining muhofazat pardasi bo'lishini, to'qinish ichiga kirib qilishdan saqlanishni ta'kidlaydi. Amerikaning nopozliq amaldori 7. ayning 24. kuni tanishtirib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman Tianjinda Jungo Davlat Sovetining a'zosi Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Jungo tarafga aniq qilib mundaq bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungoning Amerika bilan raqobatlashmoqchi bo'lganligini qarshi oladi. Lekin adil, haqiqiy raqobat bo'lishi kerak. Muhofazat pardasi va raqobat so'rini bo'lishi kerak. Raqobatning to'qinishga o'yinlab ketmasligidan bahs bo'lishi kerak. Raqobatning to'qinishga o'yinlab ketishidan bahs bo'lishi kerak. Buni pozliq amaldori yana mundaq ko'rsatdi. O Wendy muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman mundaq ta'kidlaydi. Bu bir maydon kasgan, balki davomlashayotgan raqobat to'qinishga aylanib ketmasligini umid qilamiz. Bu demak Amerika tarafining muhofazat pardasini saqlashni va chegara ayirib ikki davlat munosabatini mas'uliyatchan boshqarishning kapolatga ega qilish uchun deganlikdir.
Maun Devlet İştirakatı Vendi Şerman yana mundaq bildirdi. Yani Beijing'e bağanda. Biz gerçi Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti bilen keskin rekabetleşishni qarshi alsakmı? Şundaqla her bir adam adil rekabet sorunida şundaq prinsiplarga amal qilishga to'g'ri keladi. Bu devlet tabaligidan tashqari her bir adam, devlet xosligidan tashqari her bir adam shundaq prinsipga amal qilishga to'g'ri keladi. Maun Devlet İştirakatı Vendi Şerman yakshanba kuni Jungo Tianjin shahriga yetib bordi ve dushanba kuni Tianjindan ayrildi. Bu nopozliq amaldor tushuntirib yana mundaq ko'rsatdi. Tianjinda o'tkaziladigan suhbat ikki tarafning, yani Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo ikki tarafning Alyaska shtatida o'tkazgan suhbatining davomidir. Bu nuqtaga diqqat qiling vatandoshlar. Bu qatim Tianjinda o'tkaziladigan suhbat Alyaskada o'tkazilgan suhbatning davomidir. Alyaska suhbatida asosliq nima edi? Hong Kong masalasi, Uyg'uriston masalasi. Suhbatining davomidir. İki devlet, yani Amerika Qo'shma Shtatlari ve Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti iki devlet münasebetideki barliq qatlamlar bo'yicha muhokama ilib bordi. O'tirdagi barliq masalalar bo'yicha muhokama ilib bordi. Bu nafar amaldor yana mundaq ko'rsatdi. Biz yuqori qatlamda amaldorlar echib etilgan ushur aloqa yo'llarini saqlashimiz kerak. O çok aşkar, ko'ngillik bilan muhokama elib berishimiz lazım. Hatta bizning o'rtamizda ixtilof ko'rilgan masalalarda o çok aşkar, ko'ngillik bilan muhokama elib berilishi kerak deb hisoblaymiz. Bu yerde ikki davlat o'rtasidagi yoshirin qo'shmaslikning darajasiga berib taqildi. Reuters mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo ikki davlat munosabati yomonlashib mushu darajaga yetib keldi. Davomini anglaysiz vatandosh.